Ha, o'rtoqlar, bizda qishloqda syomka ketyapti. Qo'qchillada 24 soat qishloqda videosini ikkinchi qismini olish oson bo'lmadi. Qanchalik qiynalgan bo'lsak ham, lekin hammamiz mazza qildik. Esda qolarli momentlar ko'p bo'ldi. Jonga yoqar, aylanamiz qor yonida. Voy, shoh o'ziga oldi. Uchayaptim. To'xta! Aytgancha o'rtoqlar, video уже tayyor. Videoda ishtirok etgan blogerlar YouTube'ga joylanishidan oldin videoni to'lig'ini ko'rishdi. Kelinglar ularning fikrini bilib olamiz. Birinchi Azimjon, Juda zo'r. ko'rib bo'ldik. Fikringiz. Qalay aka, mana bu yer realni ayting. Super. Misol yoqdi. Mazza qilib ko'rib o'tirdim. Siz. Ya'ni yig'lagingiz? Ha, bunaqasi bo'lmagan, bu til ojiz sarflashga til ojiz. Va nihoyat qishloqda 24 soat videosini ko'rishga tayyor bo'lsanglar, ertaga, ya'ni 2-avgust kuni yakshanba soat 13:00 da Komol Qo'qorov YouTube kanalimga joylanadi. Agar haqiqatda addush kutayotganlar bo'lsa, hozir o'zida kommentariyaga bitta olovcha tashlab qo'yamiz. Let's go!